Skidka bu bemor chaqirish emas. Men kuniga 50 dan oshiq bemor ko'radigan bo'lsam, hozirgi vaqtda bachadon miomalari, turli hajmdagi kista va kistomalar, bachadon poliplari, bachadon tushishi, siydik tutolmaslik kasalliklari bilan juda katta ko'pchilik ayollar aziyat chekmoqda. Oldinlari katta yoshli ayollarimiz bu muammolar bilan kelgan bo'lsa, hozirgi vaqtga kelib yosh qizlarni ham bezovta qilyapti. Biz shularni o'rgangan holda komandamiz bilan birgalikda may oyiga barcha operatsiyalarimizga skidka qo'yapmiz. Skidka bu bemor chaqirish emas. Aksincha, o'sha bemorlarimizni oilaviy sharoitini o'rgangan holda ularga beminnat o'z xizmatimizni berish. Bizda sifat o'zgarmaydi, aksincha undan-da a'lo bajarishga, ishonchingizni oqlashga harakat qilamiz. Agarda sizni shunaqa muammo bezovta qilayotgan bo'lsa, may oyida bo'ladigan aksiyamizga ulgurib qoling. Skidkamizdan to'g'ri foydalaning. Agarda o'zingiz eshitgan bo'lsangiz bu skidkamiz haqida, sizni yaqin insoningiz shu muammolardan aziyat chekayotgan bo'lsa, bu videomizni jo'natib qo'ying. Shoyatki siz unga yordam bergan hisoblanadi. Biz siz bilan Ona-bola klinikasi Tursunay Bahadirovna bilan birgalikda. Sizni kutamiz, mehrimiz bilan.